بسم الله الرحمن الرحيم. Har bir bo'g'imlarini ishlab turishi nech pulga almashtiradi inson? Qo'lingni evaziga yo bir ko'zingni evaziga falon ming million masalan mol dunyo beramiz desa hech qaysi inson rozi bo'lmaydi. Insonni o'zida mana bunday katta boylik borligini odam bu borada iymonlashadigan bo'lsa, ko'p tafakkur qiladigan bo'lsa, keyin tushunib yetadi ekan. Oddiy bir luqmani og'zimizga solib, uni chaynab yutib olishimiz qancha katta ne'matligini odam tafakkur qilmaydi ekan. Alloh taolo shuni shundoqligicha insonga berib qo'yganligini. Inson yeyotgan ovqatlari ichkariga kirib, u tanaga hazm bo'lib ketishi, ortiqchasi chiqib ketishi, insonni shundoq hayotda a'zolari ishlab yurishi o'zi qanaqa katta ne'mat. Buni to'shakka yotib qo'yganlar biladi. Bitta barmog'i ishlamay qolsa, odamni bir kesiladigan bo'lsa, barmog'ingiz kesilgan paytni eslang, qancha inson qiynalib qoladi. Hojatga kirib chiqishi o'zi qancha qiyin bo'ladi. Yo bir oyoq kiyim bog'lashi, yo bir kiyim kiyishi shunaqangi ko'p muhtoj bo'ladiki bitta barmog'iga. Hatto inson o'ylaydiki, butun a'zolarim ichida bitta mana shu barmog'im eng ko'p ishlaydigan barmoq ekan. Aslida hamma a'zolari shunday. Qulog'i og'rigan odam ham aytadi, ko'zi og'rigan odam, boshi og'rigan odam, oyog'i, hamma odam shunaqa deydi. Tishi og'rigan odam ham aytadi. O'zi eng ko'p menga xizmat qilayotgan mana shu a'zo ekan deydi. Mana bu a'zolarni Alloh bizga shundoq berdi. Va bularga sadaqa qilishimiz bor har kun. Endi hozir bu kesilgan barmoq haqida aytyapmiz. Agar umuman qo'li bo'lmasa-chi odamni. Bu juda qiyin narsa. Kimdir ovqatini yedirib qo'yish kerak, kiyintirib qo'yish kerak, uni hojatga olib borib kelish kerak, tozalab qo'yish kerak masalan. Olib borib insonga dunyo tor bo'lib ketadi. Lekin inson buni ko'ra olmas ekan. Alloh taolo insonni juda ham bir chiroyli suratda barkamol qilib yaratgan ekan. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Alloh taolo oyatda u zot Alloh taolo sizni yaratgan, uni to'la to'kis qilgan, mo'tadil qilgan. Ya'ni barcha a'zolarni insonni tiklab, qomatini ham raso qilib qo'ygan. O'zi xohlagan bir suratda yaratgan. Yana bir boshqa oyatda keladi: "Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Qalilan ma tashkurun." Ayting deydi Alloh taolo, u zot sizlarni yaratgan va sizlarga quloq, ko'z, qalb qilib bergan. Juda ham kamdan kam oz shukr qilasizlar deydi. Yana bir oyatda alam naj'al lahu aynayn va lisanan va shafatayn. Biz unga ikkita ko'z va til va lablar qilib bermadikmi deydi. Ya'ni mana bu ne'matlarni Alloh taolo eslatyaptiki, bizga shukr qilishimiz uchun. Har kuni mana shu ne'matlar bizda bor. Inson tongga yetyaptiki, mana bularni sadaqasini berish kerak. Fudayl ibn Iyaz rahimahulloh mana bu oyatni o'qiganda yig'lagan ekanlar. Shunda nega yig'layapsiz deb so'rashganda, sen biror kun Allohga shukr qilib, ikkita ko'z berganlik ne'matiga shukr qilib tunaganmisan, tunni o'tkazganmisan degan. Yoki biror kun gapirayotgan mana bu til berganligiga, senga gapiradigan til berib qo'yganligiga shukr qilib kechalarni o'tkazganmisan deb so'ragan ekanlar. Haqiqatan ham odam bir o'ylab ko'rganmi shu telefonni bir qo'yib, o'chirib, Alloh taolo menga bir ko'z ne'matini bergan ekan, ko'ryapman. Til ne'matini bergan ekan, gapira olyapman. Qancha ko'rlar bor, qancha soqovlar bor, qancha qulog'i eshitmaydiganlar bor. Men bemalol eshityapman, alhamdulillah. Og'zi tam bilmay qolgan odamlar bor. Mana bu ne'matlar uchun bir o'tirib, alhamdulillah shu ne'matlar bor ekan menda deb shukr qilganmizmi? Buni haqiqatan odam o'ylasa qanchalik noshukrligini bilib, nonko'rligini yig'laydi. Fudayl ibn Iyaz yig'lagan ekan mana bu narsa. Lekin odamni hayoliga ham kelmaydi ekanda, Allohning ustidan hayoliga ham kelmaydi ekan bu ne'matlar borligi. Nimamiz bor deb turaveradi ekan. Falon narsam kam, unim kam, bunim kam deb kam narsalarni, yo'q narsalarni ko'radi ekan, u bor narsalarni bo'lib ham juda ham qimmat narsalarni ko'ra olmaydi ekan. Odamning mana labi bo'lishi ne'matini qarang. Alam naj'allahu aynayn va lisanan va shafatayn dedi Alloh. Ikkita lab qilib bermadikmi deyapti. Til va lab. Agar labi bo'lmasa odamni bir juda xunuk kuydirgan kallaga o'xshab qolar ekanda. Tishlari ko'rinib turadi-da. Tasavvur qiling, og'zini yopolmaydi. Uxlaganda hasharotlar kirib ketadi. O'z odamni bosh qismini o'ylab turib tafakkur qilsa shuncha narsa bor. Hali boshqa a'zolarni qo'ying. Shu kalla qismida
qancha narsalar bor. Ko'zini oling, qulog'ini oling. Odamning qoshi borligini ayting. Qosh bo'lmasa juda xunuk bo'lib qoladi odam. Qoshi yo'q odamlar bor, qoshi to'kilib ketgan odamlar juda g'alati holatda ko'rinadi odam. Qosh ne'mati, kiprik ne'mati, ko'z ne'mati. Ko'zni suvini sho'r qilib qo'yganligini ayting Alloh. Yoki quloqni suvini Alloh taolo achchiq qilib qo'ygan. Og'izni suvini shirin qilib qo'ygan. Mana shularni kim qilgan? Alloh qilgan, qarang. Subhanalloh, bu juda katta hikmat bor buning tagida. Tafakkur qiladigan bo'lsangiz, bitta boshda o'zidagi ne'matlarni hozir gaplashyapmiz. Quloqning suvi agar shirin bo'lganda og'izning suviga o'xshash. Ertalab tursangiz, chumoliga to'lib qolgan bo'lardi. Ya'ni yoki paxta tiqib mahkamlab yotishimiz kerak bo'lardi, nimadir kirib ketmasin deb. Hasharotlar kelganda ham haligi sho'rligi uchun darhol orqaga qaytib ketaveradi. Kira olmaydi ichiga. Alloh qilgan mana shuni. Biz shuni shukrini ado qilib bir marta alhamdulillah ya Robbi, menga mana shunday a'zolarni bergan ekansan deb shukr qilganmizmi? Yoki ko'zni suvi haqida aytiladi, sho'r bo'lmaganda sovuqda muzlab qolardi deb. Ba'zi joylar bor, mana juda qattiq sovuq bo'lganidan tuflasa odam pastga tufiga tushguncha muzlab tushadi. Shu darajada sovuq. Lekin ko'zi muzlab qolmaydi shularda. Suv sepganda pastga tushguncha muzlab tushadi suv. Ya'ni bundan boshqa ne'matlar, odamni uxlashini ayting. Uxlash ne'mati o'zi. Odam bitta uxlab tursa, yana kuchlik faol bo'lib ketaveradi. Xuddi bir telefonni zaryad tugab qolganda qizarib qoladi-ku. Telefon zaryad qilgandan keyin yana yaxshi ishlab ketaveradi. Odam ham go'yo bir zaryad oladi. Bir uxlab turganda yana zaryad olib, kuchayib, yana boyagidek ketaveradi odam. Mana shu narsalarni kim berdi unga? Alloh berdi. Yuragini urib turishini ayting, tinmasdan nafas olib turishini ayting. Mana bu a'zolarni Alloh taolo insonga berganligi, har kuni bundan inson foydalana olayotganligi, bu Alloh insonni aslida shu ozuqasini berib turganligini bilgan odam o'z-o'zidan Allohga shukr qiladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va la takilni ila nafsi tarfata ayn, ya Robbi, meni o'zimni ko'z ochim yumish miqdoricha ham topshirib qo'ymagin, tashlab qo'ymagin degan. Chunki biz o'zimizga tashlab qo'yganda Alloh taolo aralashmasdan, boshqarmasdan, kuch-quvvat, ozuqa, energiyamizni bermaganda shunda halok bo'lib ketardik. Bir lahzani o'zida. Shuning uchun ham o'zimiz topshirib qo'ymagin deb duo qilgan. Va shu a'zolarimdan foydalantirgin degan. Modomki tirik ekanmiz, Allohumma matti'na bi asma'ina va absarina va quvvatina ma ahyaytana. Allohim bizni eshitishimiz quloqlarimizdan, ko'zlarimizdan, quvvatimizdan foydalantir. Matti'na, foydalantirgin modomki tirik ekanmiz. Vaj'alhul varisa minna, va ularni bizdan merosxo'r qilgin. Ya'ni biz vafot topganda oxirgacha ishlatib, a'zolarimizdan foydalanib vafot topaylik. Bizdan merosxo'r bo'lib qolsin ular. Ya'ni bir joyimiz ishdan chiqib qolib keyin vafot topaylik. Oxirgacha foydalanaylik mana bu a'zolarimizdan deb duo qilganlar. Inson kuchidan foydalanish juda katta ne'mat ekan aslida. Buni inson qadriga qarib qo'yganda yetadi ekan yoki yo'qotib qo'yganda yetadi ekan. Hojatxonaga o'zi borib kelishi qanaqa ne'mat insonni. To'g'rimi? Mana bu kuch-quvvatidan foydalanish deyiladi. Odam qarib qolgandan keyin arzalil umrga qaytib qoladi ekan. Bundan panoh tilaganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Yoki su'il kibar deb panoh tilaganlar. Erta-yu kech qiladigan duolar. Allohumma inni a'udhu minal kasal va su'il kibar. Mana ertalabga kechki paytga zikirlarda bor. Alloh, men sendan dangasalikdan panoh so'rayman va yomon qarishdan panoh so'rayman. Boshqa hadisda Allohumma inni a'udhu minal buxl va a'udhu minal jubn, baxillikdan, qo'rqoqlikdan panoh so'rayman va a'udhu min an uradda ila ardalil umr va a'udhu min fitnatid dunya va a'udhu min azabil qabr. Mana shularning orasida ardalil umr deyaptilar, qarang. Arzalil umrga qaytib qolishdan panoh tilayman. Nima degani bu? Odam qartayib qolishi, ishini o'zi bajara olmay qolishi. Bu juda katta tashvish bo'ladi odamga. Ne'matlarni ketib qolishidan payg'ambarimiz panoh tilaganlar. Mana bu ne'matlar insonni ishlab turishi. Allohumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Allohim, men sendan ne'matlaringni zavol topib ketishdan panoh tilayman. Va tahawuli afiyatik, va ofiyatingni kasallikka shunday o'zgarib aylanib qolishidan panoh tilayman. Va fujaati niqmatik, va
seni jazoing, bir azobing to'satdan kelib qolishidan panoh tilayman. Va jamii saxotik va barcha g'azabingdan panoh tilayman. Bu shunchalik muhim narsa ekanki, ne'mating ketib qolmasin mendan, deyaptilar. Qancha odamlar mana bir uxlab turadi, uyi yonib ketgan bo'ladi. Farzandlardan ajrab qo'ygan bo'ladi, ahli ayolidan. Ba'zilar bitta o'zi yolg'iz oilada qolib qolganlar bo'lyapti mana voqeda. Ertalab tursa yoki bir joyga bir suv olib kelgani borib kelsa, hech kimisi yo'q, hammasi yo'q bo'lib ketgan. Bitta o'zi qolgan. Yosh bola yoki bitta xotin yoki bitta eri yoki bitta farzandi oilaviy yo'q bo'lib ketgan masalan. Alloh asrasin, juda yomon narsa bu. Shu ne'matlaring ketib qolmasin ya Robbi, zavol topib ketmasin mendan. Panoh tilayman sendan deganlar. Mana bu duolarniqilamizmi biz? Har kuni badanim sog'lom bo'lsin deb duo qilganlar payg'ambarimiz har kuni. Allohumma afini fi badani, Allohumma afini fi sam'i, Allohumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allohim badanimda meni ofiyatda qil. Allohim meni quloqimni ofiyatda qil. Eshita olmaydigan bo'lib garang bo'lib qolish juda yomon narsa. Qiyin narsa, ya'ni imtihon, lekin qiyin narsa bu. Allohumma afini fi basari, ko'zim ko'radigan bo'lsin, ofiyatda qil. Ko'r bo'lib qolmay, sendan o'zga iloh yo'q deb ertalab kechki aytganlar. 3 martadan aytiladi bu. Bularni tafakkur qilishimiz nega bunda ko'p to'xtalyapti? Tafakkur qilishimiz kerak buni. Mana shu bizga foydali ilm. Alloh taolo mana Qur'onda qancha tafakkur qilishga chaqirdi. Rububiyat oyatlarini aytdi, falon narsalarni kim qilib bergan? Uni kim qildi? Buni kim qildi? deb Alloh qildimi? Demak, Allohga ibodat qilinglar deb ulug'iyatni keyin zikr qiladi. Toki inson tafakkur qilsinki, shu bilan Allohni tanisin. Allohni tanigan odam ibodat qiladi. Nega tafakkur, tadabburga ko'p chorlanadi? Qaramaydilarmi? Tafakkur qilmaydi osmonlarni, yerning yaratilishini, tuyani qaramaydimi qanday yaratilgan? O'simliklarni qarashimizga, tafakkur qilishimizga. Inson o'zini o'ylab ko'rishi haqida aytilgan. Fi anfusikum afala tubsirun? O'zinglarga qaramaysizlarmi degan. Laqad xaloqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni eng chiroyli suratda yaratdik degan. Inson onani qornida bir tomchi suvdan paydo bo'lishi, keyin rivojlanishi, bosqichlardan o'tishi, tug'ilishi, Allohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Alloh sizlarni onalaringni qornlaridan chiqarganda hech narsani bilmardinglar. Va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Sizlarga Alloh eshitishlaring uchun quloqlar, ko'rishlaring uchun ko'zlar, aql yuritishingiz uchun qalblar qilib berdi. La'allakum tashkurun, shukr qilmaysizlar. Shoyat shukr qilsanglar. Ya'ni odamning kattayishi, balog'atga yetishi, kuchga to'lishi, keyin qarishi, har bir a'zolarni Alloh taolo shu o'zini vazifasini berib qo'yganligi, bu haqida tafakkur qilib ko'ring. Odamning a'zolari, buyragi, yuragi, jigari, o'pkasi, o'ti, ichagi, oshqozonlari shu vazifalarni kim berdi odamga? Ota-onasi berdimi? Yoki shifokorlar berdimi? Yoki olimlar taqsimlab berdimi? Kim berdi? Yoki maymundan paydo bo'lib odam mana shu holatga kelib qoldimi? Kim? Yo'q, Alloh berdi. Alloh taqsimlab berdi. Shu vazifalarni joylashtirdi, o'rnashtirdi. Kimimiz so'rab olgandik Allohdan? Nafas olish ne'matini qarang. Bularning hammasi ne'mat. Hammasiga shukr bor ekan demak biz tarafdan. Nafas olish ne'matini ayting. Har doim nafas olib turishimiz, uxlaganda, suhbatlashayotganda, ovqatlanayotganda, yurganda, turganda buni shunday osonlashtirib qo'ydiki, Alloh taolo nafas olishimizni bir mashaqqat sezmaydi odam. Ovqat yeyishni ham rohat tomoni bo'lgani bilan mashaqqati bor. Uni yeyish, chaynash, yutish tiqilib qoladi ba'zan, hazm qilishi bor, chiqarib yuborishi bor. Lekin nafas olish bunaqa emas. Doim nafas oladi, uxlagandan oladi odam. Buni ne'mat ekanligini yaqinda nafas ola olmasdan dunyodan o'tib ketgan mana qancha odamlarni ko'rib odam sezdi. His qildi qancha katta ne'matligini. Yoki aql ne'mati, aqlni ishlab turishi, butun tana a'zolarni aql boshqaradi. Odam agar bir avariya bo'lib, bir jarohatlanib, satraseniya bo'ladigan bo'lsa, aql faoliyati ishdan chiqib qoladi. Endi tasavvur qiling, aqldan bu yog'i insonning tanasi 90% desak agar, shu aqlga bog'lanib turadi. Yoki ko'z ne'matini olib tafakkur qiling. Oddiy suyuqlik, mana shu suyuqlik bilan odam ko'radi, yorug'lik kuchaygan paytda ko'z qorachig'i kichrayadi, yorug'lik zaif bo'lgan paytda ko'z qorachig'i kattalashib ketadi. Mana bu ne'matni qarang, ko'zda 9 qavat parda bor deyiladi. Mana shu 9 qavat pardani agar qalinligini daraxt bargi bilan solishtiradigan bo'lsa, mana shuncha chiqadi deydi.
Shunchalik kichkina. Shularda oxirgi qismida bitta parda bor ekanki, bundan millionlagan tomirlar bor ekan. Shu bilan odam hayotda voqelikda ko'rgan suratlarini miyaga jo'natib beradi ekan. Keyin shu bilan ranglarni ajratadi. Bu qarang, bir necha sekundlar orasida bo'layotgan jarayonlar. Buni kim shunday ishlatib qo'ydi? Ranglarni ajrata olishi. Agar odam masalan ranglarni ajrata olmasdan bir xil ko'radigan bo'lib qolsa nima bo'ladi? Mana ko'rlar hamma joyda qop-qorong'i ko'radi-ku. Buni shukrini ado qilamizmi? Buni kim yaratdi? Allohdan o'zga kofirlar ibodat qilib yurgan botil ma'budlar yaratdimi? Yarata oladimi ular? Bitta pashshani yarata olmaydi. Butun inson va jin to'planib turib. Bitta hujayrani yarata olmaydi. Pashshani qo'ying, pashsha murakkab bir mahluqot. Bitta hujayrani yarata olmaydi. Insonda millionlagan hujayra bor deydi, milliardlagan. Hatto insonning miyasida 14 milliard hujayra bor deydi. Bu xotirani saqlab qoladigan bir xonachalar, flash kartalarga o'xshagan bir hujayralar bor deyiladi. Shulardan bittasiga Qur'on sig'adi deydi. 14 milliard hujayrani ichiga bittasiga Qur'on sig'adi deydi. Qur'on yodlasa, ya'ni Alloh shunchalik insonni eslab qola oladigan qilib yaratgan ekan. Ba'zi talab ilmlar aytadi, bir narsani yodlasam zehnim to'lib qolmaydi, men matn yodlasam, Qur'on yodlasam. Shuncha bo'sh joylar bor, ishlanmasdan o'tib ketadi ekan odam. Bularni kim yaratib qo'ydi? Allohdan o'zgalar nimani yaratdi, mana aytingchi? Bularni Alloh yaratdi, Alloh berdi insonga. Insonni barmog'ini qarasangiz, barmoq izlari butun insoniyatni barmoq izlari bir-biriga o'xshamas ekan. Kim yaratdi shuni? Ko'z to'qimalari, soch tolalari hammasi bir-biridan farqi bor. Alloh yaratdi va Alloh tahaddiy qildi. Bellashuvga chaqirdi, hada xalqulloh. Mana bu Allohning yaratganlari. Fa aruni maza xalaqallazina min dunihi. Allohdan o'zgalar nimani yaratdi? Qani menga ko'rsatinglarchi dedi. Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Eng chiroyli suratda yaratdi. Haqiqatan ham insonning ikkita ko'zi borligi o'zi va uni joylashgan joyi, o'rni qay darajada chiroyli. Kim ayta oladi, 3 ta ko'zi bo'lganda zo'r bo'lardi, orqada ham bitta bo'lsa deb. Orqani ko'rib ketardi, lekin yotganda qanday qiladi? Bundayroq bo'lganda bo'lardi degan odam sharmanda bo'ladi. Yo'q, keyin o'ylab ko'rib aytadiki, mana shu holat zo'r ekan o'zi deydi. Xohlagan insonni bo'lsin, hayvonni bo'lsin, osmon rangi bo'lsin, yerdagi u jonzotlar, parranda-darrandalar, gullar, bog'lar, daryolar, dengizlar, uni ranglari, daraxtlar xohlagan Allohni yaratgan narsalarini ayting, mana bu bundayroq bo'lganda yoki boshqacharoq bo'lganda deya olmaydi hech kim, ayb topa olmaydi. Mana bu Allohning xoliq ekanligi, hakim ekanligi, o'ta qudratli zot ekanligi. Oddiy ko'zni misol qilyapmiz hozir. Insonning ko'zini joylashgan joyi va ikkitaligi. Atrofida kipriklar borligi, tepada qoshi borligi, peshonadan tushayotgan tellarni to'xtatib qolishi, kipriklar bilan qancha changlar, qancha zarra narsalarni to'xtatib qolishi, sochlar borligi, soch qancha ziynatligi, sochni o'sishi doim, qosh bilan kiprikni o'smasligi. Agar o'sib ketsa haraj bo'lardi odamga. Qoshi o'sib ketsa masalan. Tirnoqlari borligi, tirnoq o'sadi, tishlari o'smaydi. Tasavvur qiling, insonni tishini o'sadigan qilib qo'ysa. Tishimni qisqartirib kelishim kerak deb yursa masalan odam. Og'zini chekkalaridan chiqib o'sib ketgan tishlari. Tirnoqqa o'xshab masalan. Hech kim ayta olmaydi, sal bundayroq bo'lganda zo'r bo'lardi deb. Inson suv ichgandan keyin bu a'zosidan suv chiqib ketishi bu qanaqa katta ne'matligini buyrak yetishmovchilik bilan kasal bo'lib, keyin dializga bog'lanib qolgan odamlarning holatini ko'rib, odam bir ne'matini his qiladi ekanki, bu suvni chiqarib yuborish ne'mati juda katta ne'mat. Buyrak yetishmovchilik bilan bir haftada 3 kun o'rtacha dializga qatnaydi odam. Buyrak chunki aylantirib bera olmaydi suvni. Va shu apparat orqali suvni chiqaradi. Va bu qancha katta pulli. Dializni agar qandaydir bir yo'llar bilan bepul yo'liga bog'lanmagan bo'lsa, katta pul to'lab shu suvni chiqartiradi odam. Endi tasavvur qiling, har hojatga borish insonga pullik bo'lsa, har masalan suvni chiqarib olish uchun, bir piyola suvni chiqarib olish uchun $100 $70 tasavvur qiling, masalan, har borganda to'lasa. Odam nechta pul ketardi bir kunda hojatga borishga? Masalan, endi shu pulni to'lashga rozi bo'larmidi odam?
har hojatga borish uchun $100 to'laysan desa, rozi bo'lardi agar puli bo'lsa. Puli bo'lmasa-chi? Mana xalifalardan biri nasihat qiling deb bir olimga aytganda, sahro joyda qoldingiz. Chanqoqdan o'lay deyapsiz. Bir piyola suv bor. Shuni evaziga butun mulkingni yarmini bergan bo'larmidingiz? Bir piyola suvni ichish uchun. Bo'lmasa o'lasiz deganda, ha, bergan bo'lardim. Butun mulkimni yarmini beraman deydi. Bir piyola suv uchun. Keyin shu ichgan suvingiz chiqmay qoldi deydi. Butun mulkingizning yarmini, qolgan yarmini bergan bo'larmidingiz chiqishi uchun deganda, ha, bergan bo'lardim deydi. Shunda boyagi olim aytadiki, ko'p ham bu mol davlatingizga berilib ketmang. Bu yoqda amal, solih amallarni tashlab qo'ymang. Bir piyola suvga arzimas ekan bu dunyoingiz dedi-da. Haqiqatdan ham odam agar shuni o'ylab ko'rsa, kim qilib berdi insonga Alloh taolo? Bepul mana qancha hojatga boradi, yeydi, ichadi, bemalol chiqarib boradi. Johil ekan inson, johil ekanki shuni o'ylamaydi ekan. Katta gapiradi ekan o'zicha, yo'qotib yuboraman, quritib yuboraman, chiritib yuboraman deb. O'zi ojiz, o'zi zaif, bir lahza bir behojat bo'la olmaydi Allohdan. Odam yo'qotib yuboraman deb gapirishi uchun Allohni ne'matlaridan foydalanish kerak. Allohga muhtoj. Yo'qotib yuboraman deyish uchun biz Allohga muhtoj. Vaholanki yana shu gapni gapirib turadi, qarang. Shunchalik johilda odam. Aslida kim inson? Alloh bitta dard bersa, bitta nuqtasini ishlatmay qo'ysa, bitta tomirini tortib qo'ysa, to'shakka mixlanib qoladi odam. Allohni azobi ushlashi juda qattiq, alimun shadid. Agar Alloh bitta ushlab qo'ysa odamni, Alloh asrasin, o'lishni orzu qiladi odam, o'la olmaydi. Alloh shunday qudratli, buyuk zot. Inson shunday johil, zaif, ojiz odam, faqir, kambag'al odam. Lekin mana shu narsalarni Allohul musta'an Alloh muvaffaq qilganlar, ilm berganlar ko'ra oladi ekan buni. Shukr qila oladi ekan keyin. Lekin aksar odamlar shukr qilmaydi ekan. Shuning uchun mana oyatlarda va qalilun min ibadiyash shakur, bandalarning ozginasi shukr qiladi deyilgan. Ozgina shukr qiladiganlar oz bo'ladi ekan. Ba'zilar og'zidan faqat shu nolish chiqadi. O'tirib bo'lmaydi-da, suhbatdoshini bu yoqda bezor qiladi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, boshqa odamlarda bor nimalardir unda yo'q bo'ladi, shu. Lekin faqat noligan. Mana shu odamning oyoq qo'li bor, sog'lom, ko'zi ko'radi, qulog'i eshitadi, soqov emas. Mana shu a'zolardan nech pulga sotadi? Ya'ni odamni dunyolarga almashtirmaydigan shunaqa boyligi bor. Hali-yu bu tashqi a'zolar aytilyapti. Ichki a'zolarni gapirmang. Hozir aksar odamlarni muammosi shu ichki a'zolarda bo'ladi. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, hamma kasal bo'lsa ham mana shu odam kasal bo'lmasa kerak deb o'ylagan odamingiz ozroq suhbatlashgandan keyin rahmingiz kelib qoladi. Hozir uni ko'rganda havas qilib turdingiz, endi qarasangiz bir joyi og'riyotgan bo'ladi. Birini buyragi og'riydi, birini yuragi og'riydi. Kimdir oshqozondan shikoyat qiladi, kimdir jigari, kimdir sahri bor, o't qopida muammosi bor. Inson kasalxonalarga borsa mana shularni ko'radi. Shuning uchun ham kasal ziyorat qilib turish kerak odam. Bo'lib ham yoshlar. Chunki bu Alloh taoloning ne'matini insonga eslatadi. Mana bu berilgan ne'matlarning shukrini ado qilishimiz kerak. Aldanib qolmasligimiz kerakki, hali kuchliman, hali sog'lomman, hali yoshman deb ne'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, ikkita ne'mat bor, undan ko'pchilik insonlar aldanib qolgan. As-sihhatu val faroq, sog'lik va bo'sh vaqt deganlar. Mana bu insondagi sog'lik, bu juda katta boylik. Bu ne'matlarda evaziga nech pul berilishini istaydi odam. Vaholanki mana shu odam shikoyat qiladi, to'xtamasdan nolish og'zidan tushmaydi. Insonni mana shunday yosh bo'lishi va sog'lom bo'lishi, unda juda ko'p ne'matlar jamlangan bo'ladi. Yosh odamda ham sog'lom, ham bekorchilik, ham yoshligi, shularni nech pulga almashtiradi odam? Bu almashtirib bo'lmaydigan juda katta ne'mat bu. To'g'rimi? Hech kim butun dunyolarni beraman desa almashtirmaydi. Bir odam bor ekan, 90 yoshlik odam, 90 milliarddan ortiq puli bor ekan. 90 milliard, 95 milliardmi shunaqa. Ana shu odamni tasavvur qiling endi. Siz bilan almashtirish imkoni bo'lsa, pulini sizga beradi. Sharti sizni ham yoshingiz 90 ga aylanib qoladi, masalan. 90 ga kirib qolasiz va 95 milliard dollar pulingiz bo'ladi. Lekin yoshingiz ham katta. Yoshligingiz unga o'tib ketadi, masalan.
Shunga rozi bo'lamisiz desa nima deydi odam? Ha, puling boshingda qolsin deydi, meni shu yoshligim, sog'ligim hech narsaga almashtirmayman deydi odam. Odam o'zida qanaqa katta boylik borligini bilsa, bu maxfiy boylik deyishgan ulamolar. Maxfiy degani ko'rinmaydi-da. Maxfiy boylik. Bu sog'lik ya'ni. Bakr ibn Muzani rahimahulloh aytganlarki, ey odam bolasi, ustingdagi Allohning ne'matini bilmoqchi bo'lsang, ko'zingni yumib ko'r degan. Ya'ni ko'zingizni yumib ko'ring, necha daqiqa sabr qilib tura olasiz. Ochgingiz kelib ketadimi? Shunday bo'lib qolib ketsa nima bo'ladi? Ko'zi ko'rmaydigan odamlar mana shunday yuradi. Qarang, ko'zni ne'matini shunda his qiladi odam. Ko'zingizni yumib bir ozroq o'tirib ko'ring. Qorong'i zulmatdan sabr qila olmay odam ochgisi keladi. Mana bu Allohning ne'matini bilmoqchi bo'lsangiz, ko'zingizni yumib ko'ring degan. Qiyomat kuni bu ne'matlardan odam so'raladi. Summalatus alunna yawma idin anin na'im. So'ng ana shu kunda ne'matlardan so'ralasizlar degan Alloh. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bandaga qiyomat kuni birinchi bo'lib aytiladigan narsa tana a'zoyingni sog'lom qilib qo'ymadingmi? Va muzdek zilol suv bilan sug'ormadimmi deb aytadi. Odam tana a'zolari ishlab turganida mana bu narsani eslasin. Alloh taolo haqiqatda shuni qilib bermadimi? Muzdek suvlarni ichayotgan paytda, rohatlangan paytda shuni eslasin. Alloh taolo beryapti mana shuni. Qiyomat kuni so'raladi ekan odam. Anin naim deb ne'matdan so'raladi. Ne'mat degani ba'zi ulamolar aytganlarki, insonni badani sog'lom bo'lishi, qulog'i eshitishi, ko'zi ko'rishi, Alloh taolo qiyomat kuni bandalardan o'zi bila turib mana shuni nimaga ishlatganlarini so'raydi degan. Ya'ni odam badanini, qulog'ini, ko'zini, nurini nimaga ishlatyapti? Bugungi kunimizda bo'lib ham ko'z nurini nimalarga sarflayapti odam? Mana bu telefonga qancha nurini sarflayapti? Bu haqida inson qiyomat kuni so'raladi. Alloh taolo aytadiki, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Albatta, quloq va ko'z va qalb bularning hammasi haqida so'raladi. Qalbingizda nimalarni fikr qildingiz? Nimani e'tiqod tutdingiz? Mana bu narsalar so'raladi.